yaxshi. O'zingiz kim deb o'ylayapsiz oyisi? Mayli bo'lsa qiz bo'lsin. Ikkita o'g'lingiz bor-da. Qiz bo'lsa deydilar. Ha. O'zi bo'lib qoldimi bu? Planlashtirdingizmi yo qizga? Yo'q. Ha. Lekin kutilgan. Kutilganmi? Qiz bo'lsa, o'g'il bo'lsa farqi yo'qmi bizga? Xafa bo'lmaymizmi? Asosiysi sog'lom bo'lsin. Mana men endi ko'ryapman. O'zi oyisi. Mana narsa kim ekanmiz oyijonimiz. Kim ekanmiz oyisi? Voy, qo'limdan. Неужели qo'ymayapti? Endi yana Voy, o'g'ilmi? Anda? O'g'il? Shunaqa ko'rib turganingizdek biz yigitchamiz. Uchinchisi. Uch og'ayni botirlar bo'lish ekan.